Hammaga salom qadrli Power kuzatuvchilari. Bugungi video iqtisodiy sudlarda ko'rilayotgan ish haqida. Jami 215 million so'mdan ortiq hisob taqdim etiladi va buni sud orqali undirib olishga harakat qiladi. Va sud aynan nimaga tayanib qaror chiqarganini tekshirdik. Rasmiy javoblar orasidagi ochiqdan ochiq ziddiyatlarni guvohi bo'ldik. Demak, savol: agar sud tayangan huquqiy asosning o'zi endi rasman yo'q deb topilgan bo'lsa, bu asosga qurilgan qaror hali ham kuchidami? Sudga 5 marta murojaat qilinganda 5 xil raqam beradi. Ushbu ma'lumotnomaga sud tomonidan hal qiluv qarorida baho berilmagan. Ya'ni dalil sudga berilgan, ammo qarorda unga birorta ham javob yo'q. Hech qachon ro'yxatga olinmagan. Garchi qonun buni 2021-yildan beri majburiy qilib qo'ygan bo'lsa ham, ikkala tomon muhri bilan to'liq rasmiylashtirilmagan. Savol: bunday hujjat umuman ikki tomonlama tuzilgan yuridik kuchga ega shartnoma deb hisoblanishi mumkinmi? Bu ishni ertaga qayta ko'rib chiqish adolat emas, oddiy majburiyat. Hammaga salom qadrli Power kuzatuvchilari. Bugungi video Buxoro iqtisodiy sudlarida ko'rilayotgan bir nizo haqida. Avval voqeaning o'zi haqida oddiy tilda tushuntirib beraman. Bir tomonda Ilg'or Pahlavon savdo nomli tadbirkorlik korxonasi. U Buxoro yaqinidagi bir parcha temir yo'ldan foydalanish uchun boshqa bir xususiy korxona bilan shartnoma tuzadi va 1 yil ichida unga 150 million so'm miqdorida pul to'lab beradi. Ikkinchi tomonda esa aynan shu xizmat evaziga yanada ko'proq, jami 215 million so'mdan ortiq hisob taqdim etiladi va buni sud orqali undirib olishga harakat qiladi. Tadbirkor tabiiyki e'tiroz bildiradi. Menga aslida bunchalik ko'p xizmat ko'rsatilmagan, bu raqamlar oshirib yuborilgan, hatto temir yo'lning o'zi ham sizga to'liq tegishli emas deb sudga murojaat qiladi. Shu paytdan boshlab bu ish 6 marta turli sud instansiyalarida ko'rib chiqiladi va 6 martasida ham xizmat ko'rsatuvchi xususiy korxona g'olib chiqadi. Mana shu bizni qiziqtirgan nuqta. Nima uchun? Biz hujjatlarni oldik va sud aynan nimaga tayanib qaror chiqarganini tekshirdik. Va bir qancha joyda sud tayangan asoslar bilan boshqa davlat organi bergan rasmiy javoblar orasidagi ochiqdan ochiq ziddiyatlarni guvohi bo'ldik. Xo'sh, bu ziddiyatlar nimada? Keling tartib bilan ko'rib chiqamiz. Undan oldin muhim yangilik: ertaga, ya'ni 21-iyul kuni ushbu ishning bir qismi 65 million so'mlik qarz undirish ishi Buxoro viloyat sudida apellyatsiya tartibida ko'rib chiqiladi. Sud bu ishda temir yo'l kimning balansida degan savolni chuqur tekshirgan. Hatto 1958-1993-yillardagi xususiylashtirishlargacha borib ko'radi. Bu inkor etib bo'lmaydigan fakt. Ammo savol boshqa yerda. Sud tayangan asosiy hujjat 1993-yildagi xususiylashtirish orderi hozir ham amaldami? Davlat kadastrlari palatasining 2026-yil 24-martdagi rasmiy javobida aniq yozilgan. Bu order o'z-o'zidan mulk huquqini bermaydi. Mulk huquqi faqat qayta davlat ro'yxatidan o'tkazilgandagina bo'ladi deb rasmiy javob beradi. Va aynan shu ro'yxat 2025-yil 9-iyunda butunlay bekor qilingan. Demak, savol: agar sud tayangan huquqiy asosning o'zi endi rasman yo'q deb topilgan bo'lsa, bu asosga qurilgan qaror hali ham kuchidami? Mana bu hech qanday talqinga muhtoj bo'lmagan sof dalil. Buxoro 2 temir yo'l bekati bir xil 2023-yil uchun sudga 5 marta murojaat qilinganda 5 xil raqam beradi. 2023-yil 10-aprel 139 ta vagon, 2023-yil 21-noyabr 410 ta vagon, 2024-yil 16-fevral 70 ta vagon, 2026-yil 12-may sudning aniq so'roviga javoban o'sha bir xil 2023-yilning o'zi uchun bor yo'g'i 7 ta vagon. 410 dan 7 tagacha. Bitta davlat idorasi 1 yil 5 xil raqam. 2024-yil uchun ham tekshirildi. Eng so'nggi rasmiy javobga ko'ra 54 ta vagon. 2 yillik jami 61 ta vagon, taxminan 18 million so'mlik xizmat qiymati. Talab qilingan summa esa 215 million so'mdan ortiq. Savol: sud qaror chiqarganda aynan qaysi raqamga tayangan va nega bu 5 xil raqam orasidagi ziddiyat qarorning asoslantiruvchi qismida ko'rib chiqilmagan?
Va mana bu endi taxmin emas, hujjat bilan tasdiqlangan fakt. 2026-yil 15-mayda chiqqan hal qiluv qarorida 61 ta vagon haqidagi aynan shu ma'lumotnoma sudga rasman taqdim etilgan edi. Buni apellyatsiya shikoyatining o'zi tasdiqlaydi. Mazkur ma'lumotnomani sudga taqdim qilgan bo'lsak-da, ushbu ma'lumotnomaga sud tomonidan hal qiluv qarorida baho berilmagan. Ya'ni dalil sudga berilgan, ammo qarorda unga birorta ham javob yo'q. Aynan shu masala ertaga 21-iyul kuni Buxoro viloyat sudida apellyatsiya tartibida ko'rib chiqiladi. Javobgar tomon temir yo'lni ishlatish huquqini 2021-yilda 3-shaxs bilan tuzilgan shartnomadan olganini aytadi. Buxoro viloyat soliq boshqarmasining 2026-yil 11-fevraldagi rasmiy javobida esa bu shartnoma soliq organi elektron tizimida hech qachon ro'yxatga olinmagan. Garchi qonun buni 2021-yildan beri majburiy qilib qo'ygan bo'lsa ham. Savol: qonunda belgilangan majburiy ro'yxatga olish talabi bajarilmagan shartnoma sud tomonidan nima uchun to'liq yuridik kuchga ega deb baholangan? Bu savollarga kim javob beradi? Va bu shartnomaning o'zini qo'limizga olib ko'raylik. 2021-yil 5-sentyabrdagi hujjatning oxirgi sahifasida ikkala tomonning imzo va muhr joyi bor. Bir tomonda Buxoro gaz qurilish montaj muhri aniq turibdi. Ikkinchi tomon 409-son kolonna rahbari imzosi ostida muhr yo'q. Ro'yxatga olinmagan, ikkala tomon muhri bilan to'liq rasmiylashtirilmagan. Savol: bunday hujjat umuman ikki tomonlama tuzilgan yuridik kuchga ega shartnoma deb hisoblanishi mumkinmi? Sud qarorlarida asosiy dalil sifatida elektron hisob fakturalarining tasdiqlanganligi ko'rsatiladi. Ammo hisob faktura bu moliyaviy hujjat, xizmatning hajmi va manzilini emas, faqat pul oqimini qayd etadi. Xizmat aynan qancha vagon, qaysi sanalarda, kimga yetkazilgani bu alohida birlamchi hujjatlar. Topshirish, qabul qilish dalolatnomasi, marshrut varag'i bilan tasdiqlanishi kerak. Savol: agar shunday birlamchi hujjatlar ish materiallarida yo'q bo'lsa, yolg'iz hisob faktura 5 xil vagon raqami mavjud bo'lgan sharoitda xizmat hajmini isbotlash uchun yetarlimi? Biz bu yerda birorta sudyani ayblamayapmiz. Biz faqat hujjat ustiga hujjat qo'yib ko'rsatyapmiz. Bir davlat idorasining 5 xil raqami, endi bekor qilingan mulk hujjati, ro'yxatga olinmagan shartnoma. Ishning bir qismi hozir Oliy sudda, boshqa qismi esa aynan ertaga 21-iyul kuni Buxoro viloyat sudida apellyatsiya tartibida ko'rib chiqiladi. Va bizning savolimiz oddiy. Quyi sudlar tayangan bu asoslar bugungi kunda ham amaldami? Sudga taqdim etilgan, lekin qarorda javobsiz qolgan dalil ertaga baholanadimi? Agar yo'q bo'lsa, bu ishni ertaga qayta ko'rib chiqish adolat emas, oddiy majburiyat. Biz ertangi sud majlisi natijasini ham kuzatib boramiz va sizga albatta yetkazamiz.